Orqamda Porsche Macanmi yoki Xitoy gibridi? Hozir aniqlik kiritamiz. Bu ketma-ket gibrid, Deepal S05, Li-Xiang Voya Free texnologiyasi ishlatilgan, romsiz oynalar, yashirin ruchkalar, alohida bak, alohida elektr va eng qizig'i orqasi Porsche Macan. Keng yukxonaga ega va betakror saloni bor. Yuringlar, ko'rsataman. Salon to'liq charmdan qoplangan, ventilyatsiya, обогрев bor, bardachok yo'q, lekin ulkan podlokotnik bor. Приборный panel yo'q, uni o'rniga head-up display va 15 dyumli ulkan monitor. Ovozli boshqaruv. Hi Deepal. Что? Закрой все окна. Окно водительское сиденье закрыто. Butun tomni egallagan panorama. Закрой шторки. Открываю солнцезащитный козырек. Bu darajadagi komfort hali hech qayerda bo'lmagan. Narxi eshitsangiz Porsche unutasiz. Kommentariyaga S05 deb yozing, ma'lumotni jo'natib yuboramiz.